Men Xolmirzayev Javlon Yangiobod tuman maktabgacha maktab ta'lim bo'limida maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha shu'ba bosh mutaxassisi lavozimida faoliyat yuritib kelmoqdaman. Xalq deputatlari Jizzax viloyat kengashining 2025-yil 30-iyuldagi tegishli qaroriga muvofiq Yangiobod tumaniga mablag' ajratildi. Mazkur mablag'lar hisobidan tumandagi 1-7 sonli maktabgacha ta'lim tashkilotlari binolarini kuz-qish mavsumiga puxta tayyorlash ishlari amalga oshirildi. Xususan, ushbu maktabgacha ta'lim muassasalarining tashqi devorlari zamonaviy va sifatli bazalt qoplamasi bilan qoplandi. Mazkur qoplama binolarning issiqlikni uzoq muddat saqlab turish, sovuq havo oqimining oldini olish hamda energiya tejamkorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, amalga oshirilgan ta'mirlash ishlari natijasida muassasalarning texnik holati yanada yaxshilanib, tarbiyalanuvchilar uchun qulay sharoit, shinam va xavfsiz muhit yaratildi. Bu esa bolalarning sog'lig'ini muhofaza qilish, ta'lim-tarbiya jarayonlarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur loyihaning amalga oshirilishi hududdagi maktabgacha ta'lim muassasalarini moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, zamonaviy talablarga moslashtirish hamda kuz-qish mavsumining uzluksiz faoliyatini yuritilishini ta'minlash borasida muhim qadam bo'ldi. Kelgusida ham ta'lim muassasalarini rivojlantirish, ularning infratuzilmasini yaxshilash va bolalar uchun yanada qulay sharoit yaratish yo'lida tizimli ishlar davom ettiriladi.